Hammaga salom, sizlar bilan Nazila Yamani. Inson juda ham xudbin bir jonzot. Yana ham yomonrog'i xudbinligini tan olmaydigan bir jonzot. Bu podkastni boshlaganimga ma'lum bir vaqt bo'lib qoldi. Sezgandir sizlar, analiz qilishni yaxshi ko'raman, o'zimni, atrofdagilarni, hayotda va ba'zi holatlarda qanchalik xudbinlik qilayotganimizni o'zimiz sezmay qolamiz. Men o'zimni ba'zida gapirgan gaplarimni qanaqangidir noto'g'riligini his qilgan bo'lishim mumkin, lekin atrofimdagi yoki bu narsani gapirgan insonimni xafa qiladigan darajada tegib yetmaganini sezganim uchun bu narsa menga u darajada noto'g'ridek ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Lekin ich-ichimdan bilib turaman, bu meni qiladigan ishim emas edi yoki meni gapiradigan gapim emas edi deb o'zimda bir tik bo'lib qoladi ozroq. Va bunaqangi holatlardan bittasi bo'lgan edi yaqinda deganim shu bahorlarda, hozir sentyabr bo'lsa, oktyabr bo'lsa, bahorlarda bo'lgan edi. Bitta juda ham qadrli, men uchun juda ham qadrli bo'lgan bir insonim menga qanchalik o'zini yolg'iz his qilayotganini gapirdi. Men o'zim bu narsani sezdimki, o'zimda gapirayotganda men juda ham g'alati bo'ldim. Xuddi menga kimdir atakovat qilayotgandek bilib turibman. To'g'ri, bu odam menga pretenziyasini emas, qanchalik o'zini yolg'iz his qilayotganligini gapirdi. Men o'zim uchun o'yladim, nimaga bu odam o'zini yolg'iz his qilishi kerak? Men bilan gaplashsa bo'ladi-ku deb. Bu narsani u inson ham juda ham yaxshi biladi va o'zini yolg'iz his qilayotgan paytida menga bu narsani gapiradi. O'zini qanaqa his qilayotganini aytgandan keyin men aytdimki, meni ham hayotimda juda ham ko'p o'zimni yolg'iz his qilishim mumkin paytlar bo'lgan, lekin men yolg'iz his qilishni tanlamaganman. Men o'zim uchun o'zim borligimni bilganman. Shuning uchun menimcha yolg'iz his qilish o'zini Xudo borligida, atrofida bu narsani gapirishi mumkin bo'lgan insonlar borligida, uni tushunishi mumkin bo'lgan insonlar borligida yolg'iz his qilish o'zini noto'g'ri deb aytdim. Balkim noto'g'ri degan so'zni aytmagandirman, lekin bu narsani noto'g'ri deb bilganligim haqidagi bir gapni aytdim. Undan keyin bu gapimizdan keyin oramizda hech qanaqangi bir sovuqchilik yo'q, bu narsa bo'lmadi, lekin har safar ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin doim bu narsa meni esimga kelaverdi. Lekin bilib turibmanki, noto'g'ri gap gapirmadim o'zim uchun. To'g'ri gap gapirdim. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin men tushunyapmanki, aslida rostdan ham noto'g'ri gap gapirgan ekanman. Bo'lmasam, men bu narsani bo'lmas narsaga eslavermas edim. Bu narsa menga kelavermas edi. Bu holat esimga tushavermas edi. Keyin bunda ko'proq qazishga boshladim. Aynan nimani noto'g'ri gapirdim men bu joyda deb. Va sezdimki, aslida men o'zimni yolg'iz his qilishdan, o'sha yolg'izlikni his qilishdan qo'rqarkanman. Ya'ni o'zim aslida juda ham ma'lum bir payt davomida o'zimni juda ham yolg'iz his qilgan ekanman, lekin o'zimga tan ola olmaganman. Yolg'iz his qilayotganimni, atrofimda odamlar yo'qligini, qolmaganini yoki meni ma'lum bir holatlarda erkaligimni deylik yoki kayfiyatim yo'qligini deylik, ko'tara oladigan odamlar yo'qligini o'zimga tan ola olmagan ekanman. Chunki ma'lum bir paytlar bo'lgan, atrofimdagilarga umuman ochila olmaganman, lekin aslida bilib turaman, agarda rostdan ham qandoqligimcha o'zimni xarakterimni ko'rsatadigan bo'lsam, buni ko'tara olishadi. Lekin ular meni doim energiya ichishni, yaxshi kayfiyatda, xushmuomalaligimga o'rganib qolishganligi uchun meni ko'tara olishmaydi deb o'ylayman. O'ylaganmanki, hozirgacha ham bu narsa bo'lib turadi ko'p. Keyin bu narsani o'zimga tan ola olmaganligim uchun aslida o'rtog'im menga kelib aytganida, men o'zimni yolg'iz his qilyapman va ma'lum bir paytlar davomida nima qilishimni bilmayapman, o'zimni yomon his qilyapman buni orqasidan deganligida men hayron bo'ldim. Chunki men o'zim borib
o'sha paytda o'rtoqlarimga yokida yaqinlarimga aytolmaganman. Men yolg'iz his qilyapman o'zimni, menga поддержка kerak, menga yomon bo'lib turgan, nima deydi, chidab bo'lmas darajada o'zimni yaxshi his qilmayotgan paytimda ham yonimda kimdir tura olishiga ishonmaganman. U inson eng vulnerable, eng sof holatdagi hislarni menga tushuntirib aytishga harakat qilayotgan paytda bo'lsa, men aytayapman, nimaga yolg'iz his qilyapsan o'zingni? Nimaga buni aytyapsan? Nimaga buni tilingga keltiryapsan? Hello, Nazaliya. Sen o'zingga bu narsani tan olmagansan. Sen qo'rqasan yolg'iz his qilayotganingni o'zingga tan olishga, o'zingga bu narsani aytishga va boshqa bir inson bu jasoratni ko'rsatayotgan bir paytida sen aytyapsanki, nimaga sen o'zingni yolg'iz his qilyapsan? Bu gaplarni gaplashganimizdan keyin, bu suhbat o'tgandan keyin doim qanaqangi aqlli gaplashsak gaplashardik. Doim qanaqangi bir-birimizni yaxshi tushunardik. Hech bir narsa o'zgargani yo'q oramizda, lekin meni ichimda shu narsa bor edi. Men o'sha suhbat orasida nimanidir noto'g'ri gapirdim. Aynan shu o'zim bergan javobimda bir неприятность, bir g'alatilik, bir nima deydi, nojo'ya ish qilib qo'ygandek his qilayotgandim o'zimni. Keyin vaqt o'tgandan keyin tushunib yetishga boshladim. Va buni tushunganligimdan keyin u insondan uzr so'ragim keldi. Keyin email yozishga qaror qildim. Chunki emailda shunaqa narsa borki, odatda sizga jo'natilgan emailga, ya'ni formalni jo'natiladi bu narsa. Juda ham jiddiy bir ravishda jo'natiladigan narsa va meni bildirmoqchi bo'lgan gaplarim, bildirmoqchi bo'lgan uzrim shunchaki bildirmoqchi bo'lgan uzrim, so'ramoqchi bo'lgan uzrim shunchaki uzr emas edi. Bu jiddiy bir masala edi. Nimaga? Chunki bir insonni menga sof bir shaklda ko'rsatayotgan his-tuyg'ularini yetarlicha qadr ko'rsatmadim u tuyg'ularga. U menga nisbatan bildirilgan qadrga. Chunki sizga bir inson kelib turib, o'zini sof tuyg'ularini, sof hissiyotlarini tushuntirishga harakat qilayotgan bo'lsa, bu inson sizga qadr ko'rsatadi degani. Bu inson sizni qadrlaydi degani. Va shuning uchun ularga kelib turib, seni hislaring aslida sen bunaqa his qilishing kerak emas deb aytishingiz mumkin emas. Aytishingiz mumkin, hozir bu holatda mamnaqangi qilish yaxshiroq bo'ladi yokida aslida bu narsa uchun ortiqcha hozir tushkunlikka tushayotgan darajangda qangi tushmasliging yaxshiroq bo'ladi o'zing uchun deb tushuntirishingiz mumkin. Lekin hozir juda ham noto'g'ri ish qilyapsan. Hozir unaqangi yokida men bunaqa qilmagan bo'lardim deydigan bo'lsangiz, u inson sizga nisbatan juda ham yopilib qoladi. Va men bu xatoga yo'l qo'ydim. Va buning uchun men uzr so'rashim kerak edi. Va bu shunchaki uzr emas. Bu rostdan ham hamma narsani tushuntirib so'raladigan uzr. Bu insonni tuyg'ularga qadr bildirmagan bo'lsam, hurmatsizlik qilgan bo'lsam, chunki bu bir hurmatsizlik belgisi. Bu insonni sizga bo'lgan ishonchiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. Men bu hurmatsizlikni qilgan bo'lsam ham, bu inson o'zini aybdor deb bilib, menga nisbatan bo'lgan muomalasini o'zgartirmadi deb o'zimni yomon his qilishga boshladim. Va qilgan hurmatsizligim uchun albatta uzr so'rashim kerak edi. Men o'zim yozgan emailni sizlarga o'qib bermoqchiman. Inglizchada yozdim, chunki menga anglizchada yozish ancha osonroq. Chem o'zbekcha yoki ruschada yozgandan ko'ra. Aytibmanki, bitta men u kunga bo'lgan video zvonogimizda o'zimga o'xshab javob bermadim. Menga aytgan gapingdagi narsalarga o'zimga o'xshab javob bermadim. Men o'zimni eng yolg'iz his qilayotgan bir paytimda atrofimda hech kim yo'qligini o'zimga ayta olmaganligim uchun, o'zimga tan olmaganligim uchun yokida o'zimni tuyg'ularimni eng sof shaklida atrofdagilarga bildira olmaganligim uchun seni ham tuyg'ularingni qadrsizlantirdim. Chunki
men bu narsani qila olmaganman, nimaga atrofimdagi insonlar buni qilishi mumkin yoki nimaga kimdir buni eplashi mumkin degan podsoznaniya bilan senga bu chiroyli bo'lmagan bir javobni berdim. Seni qilgan ishing juda ham jasur bir narsa edi. Ki men qila olmagandim bu narsani. Va bergan javobim juda ham hurmatsizcha bo'lgandi seni menga bildirgan tuyg'ularingga nisbatan. Ya'ni tuyg'u deganim bu menga aytgan shu sof hislari. Juda ham katta bir tuyg'uni presslab, juda ham kichraytirib, unga bahona degan bir maskani qo'yib, buni podsoznaniyamga joylashtirgan ekanman. Va shuning uchun seni tuyg'ularingga, seni nisbatan his qilayotgan holatingga men haq bera olmadim. Shuning uchun buning uchun sendan uzr so'rayman va bu narsani anglab yetdim. Bu narsa uchun sendan uzr so'rayman. Buni anglab yetganimdan keyin sen bilan bo'lishmasam juda ham katta xato qilar ekanman deb o'yladim. Va seni his qilayotgan narsalaring aslida juda ham to'g'ri va sen juda ham jasur bir insonsan. Buni o'zingga tan olayotganing uchun, buni kimgadir tilingga keltirib ayta olayotganing uchun sen juda ham jasur bir insonsan. Uzr so'rayman sendan dedim. O'zini qanchalik kuchsizligini, ojizligini tan ola bilish bu insonning kuchi hisoblanadi. Bu insonning jasorati hisoblanadi. Chunki agarda o'zingizdagi bo'layotgan noto'g'ri ketayotgan noto'g'ri o'yladi, ko'ra olayotganligingiz bu sizga ba'zi bir narsalarni to'g'rilash uchun berilgan bir shans, berilgan bir nima deydi? Berilgan bir shans hisoblanadi. Va buni ko'ra bilganingiz bu siz kuchingiz. Va men shuncha payt o'tgandan keyin qanchalik orada esimga kelyapti va oxiri Xudoga shukr men bu narsani nimaligini anglab yetdim. To'g'rirog'i anglab yetishim qanaqangi o'zimga tan ola oldim. Va tan olganimdan keyin bilardimki bu narsa menga juda ham og'ir bir yuk sifatida beriladi. Chunki qanchalik nimanidir yashiryapman bu hislatni tagida, bu narsani noto'g'ri deb bilganligim menga nimanidir aytmoqchi bo'lyapti. Men o'zim haqimda deb bilardim, lekin tan ola olmasdim. Podsoznaniyam menga aslida bitta boshqa kattaroq narsani maska bilan yopyapsan deb aytib turgandi. Lekin bu narsani angladim. Va aslida qanchalik inson bo'lishlikdi va aslida insonligimni yana ham yaxshiroq tushundim. Chunki menda shunaqa bir tushuncha bor. Nima bo'lsa ham Xudo men bilan, men o'zim yolg'iz his qilmasligim kerak. Mana shu o'zim yolg'iz his qilmasligim kerak. Nimaga o'zim yolg'iz his qilaman? Atrofimda hech qanaqangi inson qolmasa ham, atrofimdagi insonlar faqat meni yaxshiligim uchun, faqat doim yaxshi kayfiyatda bo'lganligim uchun meni qabul qilisha olsa ham va yomon kayfiyatimda meni hech qachon qabul qilisha olmasligi mumkin. Shuning uchun men yomon kayfiyatimni ko'rsatmasligim kerak. Bu narsa nimani beradi? Yolg'izlikni beradi. Yolg'izlik hissini beradi. Va men o'zimga singdirib olgan, men yolg'iz his qilishim mumkin emas. Nimaga? Chunki Xudo men bilan. Men Xudoning bandasiman hali ham va shuning uchun o'zimni yolg'iz his qilmasligim kerak. Yo'q, agarda Xudo menga bu hissiyotni berayotgan bo'lsa, men buni tushunishim kerak va tushunganligingizni o'zi sizdagi o'sha yolg'izlik hissini razveyat qilishga yordam beradi. Sizdan u hissi ketishiga yordam beradi. O'zingizda bo'layotgan negativ, yomon hissiyotlarni o'zingizga tan ola olganingizdan keyin ular sekin sizdan yuvilib ketishga boshlashadi. Sekin bu narsani men bunaqangi nima deydi? Juda ham nima derdi? Bunaqangi go'janak bo'lib yopilib olgan narsalarda, bunaqangi bo'lib tugunga aylangan narsalarda sizni negativ hislaringiz, negativ o'ylaringiz tugunga o'xshab
omnaqangi bo'lib qolgan bo'ladi va u tugun borgan sari kattayaveradi, siz uni maska bilan yopishga harakat qilganingiz sari o'zingizni negativ narsa haqida o'ylayotganligingizni tan olgan paytingiz bo'lsa, u maskalar sekin yechilishga boshlaydi. Va yechilishga boshlagan paytida siz u hislardan qutulishga boshlaysiz. Chunki men hozir negativ o'ylayapman deb o'zingizga tan oldingiz уже. Va buning uchun bu hislardan qutulish uchun yo'l qidirishga boshlaysiz. Ba'zida bo'lsa bu hislar bilan yashash, bu hislarni shunchaki qabul qilishni o'zi yechim yo'li hisoblanadi. Men qabul qildimki, men bu narsani tushunganimdan keyin qabul qildimki, mana hayotimda bir paytida yolg'iz his qilganman o'zimni. Va bundan uyalishim kerak emas. Bu sabab o'zimni kuchsiz yoki-da Xudoda men bilanligiga ishona olmaydigan deb qo'ymaydi, chunki men bilaman. Alloh hech qachon meni shunchaki o'zimni qo'yib yubormagan. Bo'lmasa men hozir nafas ola olmayotgan bo'lmasdim. Bo'lmasam hozir men bu videoni shooting qila olmayotgan bo'lmasdim. Xudo xolayam men bilan, lekin ba'zida yolg'iz his qilishim mumkin. Chunki insonda borligiga zor. Inson Xudoning u bilanligiga zor. Insonni boshqa bir jon zotni u bilan borligini his qilishga zor.